Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men Katalon filiali boshqaruvchisi Botir Dadaxonman. Bugungi mijozlar bilan tadbirkorlar bilan uchrashuvda asosiy maqsad qilib o'zimizga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun bizda mana bankimizda har xil turdagi kreditlarimiz mavjud. Shu orqali tumanimizda ishsiz aholisini ish bilan band qilish, shular bo'yicha gaplashamiz. Kimda qanaqa taklif, qanaqa savollar bo'lsa gaplashamiz. Mana kreditlarimiz bo'yicha gapiradigan bo'lsak, tadbirkorlik faoliyatini birinchi boshlaydigan mijozlarimiz uchun biznesga birinchi qadam, ya'ni 5 million so'm kreditlarimiz bor. Tadbirkorlikni yanada kengaytirish bo'ladigan bo'lsa, mahalla loyihasi asosida 50 million so'mgacha kreditlarimiz bor. Kattaroq tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagi bo'lgan mijozlarimizga mana 312 sonli qaror bo'yicha 300 million so'mgacha kreditlar ajratiladi. 100 million so'mgachasi garojsiz ajratiladi. Mana kimda qanaqa taklif, qanaqa savollar bo'lsa, marhamat berishlaringiz mumkin.